bo'lgan qizlarim uchun zo'r top 6 ta biodobavka. Vaqtli qarib, klimaks bo'lishni xohlamasanglar, trevojность, depressiya, agressivniy bo'lishdan qo'rqsanglar va tinch hayot kechirmoqchi bo'lsanglar, bu video sizlar uchun. Ertalabdan turishinglardan 2 stakan tana haroratida suvni hoplab ichasizlar. Обязательно omega 3 ichamiz, chunki omega 3 siz bizada vitamin D hazm bo'lib ishlamaydi. Vitamin D bizada progormon hisoblanadi va har kuni 5000 dozadan ichishimiz shart. Agar sizlarda diapazonda 50-70 dan past ko'rsatsa, значит uni 10000 dozadan ichishimiz shart va обязательно analizlarni topshirib, tekshirib, o'shanga qarab sizlarga doktor dozasini yozib berish kerak. Lekin bu top 6 ta muolajani olsanglar, sizlarda hech qanaqa sog'lig'ingizda muammo bo'lmaydi. Va kech payt обязательно magniy B6 ichib uxlaymiz. Sink dozasi 50-100 ichiladi har kuni. Selen 200 mg doza ichiladi. Bu bizani tanamizni, terimizni tortib, yoshartirib, sochlarimizni, tirnoqlarimizni tiklaydi. Agar sizlarda bu qoda problema bo'lmasligini xohlasanglar, har kuni yodda 200 mg dan ichasizlar. Selen sinklarni biz har doim 3 oy kurs qilib ichamiz, lekin har bir vitamin prebiotiklarni ichishdan oldin analizlarni tekshiramiz va shunga qarab doktor sizlarga doza yozib beradi. Kech payt magniy B6 обязательно ichishimiz shart. Uni umr davomida ichsanglar ham hech qanaqa ziyon yetkazmaydi. Sog' bo'linglar.